rahmatli. Sevinch hozir keldi bizanikiga. O'zani unda bir oydan beri ko'rmagan edim. Endi bo'lsa baxt qushi menga ham qo'ndi deydi-ku. Bir haftaning ichida o'sha 2 marta ko'rdim. Kecha kelib yotib qoldi. O'shanga mashina hozir tez videoga olib davomman. Пока umuman xohlamaydi videoga snimatsiya qilishi. Sevinch menga savol berishyapti. Qizingizni qachon uzatasiz? 19 yosh bo'libdi. Yaqinda qari qiz bo'lib o'tirib qoladi debchi. What? Unisini уже tarjima qilmaymiz. No, men tushundim nima deganingiz. Просто qanaqa jirinchi gap eshitmaganman hayotimda. Chunki men bu hazilmi deb o'ylayotgandim. Yo'q, 19 yosh hali o'tirib qolmagansiz. Magalmay. Как раз endi. Erga tegishni o'ylayapsanmi yo'qmi? Yo'q, men yoshman. Hayotimni yashashga hali vaqtim ko'p bor. Erga tushga meni oxirgi narsa hayotimga farqim bor. Men ishlagim kelyapti, hayotimda pul qilaman. Meni hayotim meni ishim bo'ladi. Kino industriyada bo'lgim kelyapti. Sevinch anaqada kino industriyasida o'qiydi. Unda men hamma hayotim ishimga bo'ladi. Men bola xohlamayman u. Bilaman bu katta narsa. Bola ham xohlamaysam, navarali bo'lmaymanmi men? Men yana ikkita bolangiz bor. Men bola xohlamayman. Men hayotim o'zimga yashagim keladi. Men hech qachon chunki bola tug'ishga hayotingiz bolaga ham bo'ladi. Men hech qachon xohlamayman. Men hayotimni hech kimga bo'lmasligi faqat meniki hayotim. Chunki men shunga yashayman. Erga tushaman. Shu narsa emas menga. Erga tush anaqa seryozni narsa emas menga to'g'risini aytsam. Erga tushga for what? Ne kerak shu? Просто kerak narsa emas menga. Ну, короче, sen karyerini qilmoqchisan hozir. Да. Karyerini.